Ummatingiz toqat qilolmaydi, 5 mahal namoz o'qiy olmaydi. Chiqing Allohning oldiga. Bugun imkoniyatingiz bor. So'raganingizni beradi. Namozni ozaytiring dedi. 5 mahalidir endi. 5 mahalga tushgan edi. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam payg'ambarlarning ruhiga qarab aytadi. Allohim 50 mahal namozni berdi. Allohga chiqdim, 15 mahal ozaytirdi. Yana chiqdim sizlarning taklifinglar bilan. Yana 15 mahal. Yana sizlarning taklifinglar bilan chiqdim, 15 mahal ozaytirdi. Endi hayo qilaman dedilar. Xudoy taolo nido qiladi. Payg'ambar Muhammad hayo qildi. Ey malaikalar guvoh bo'linglar, ummati Muhammadiyani 5 mahal namozga 50 mahal savobni berdim deb Xudoy taolo. 5 mahal namozga bugun biz 50 mahal namozni savobini olyapmiz. 50 mahalni tasavvur qilib ko'ring-da. Har 15 minutda namoz o'qishni o'ylang-da. Allohim mana shu boshimizdagi tojimiz bo'lgan namozni bizlardan ko'tarib qo'ymasin.